2026 yilning 1-yanvar holatiga ko'ra respublikamizda 52 ming nafar shaxslar ushbu infeksiya bilan yashab kelishmoqda. Ularning 45%ni ayollar, qolganini erkaklar ulushi tashkil etadi. Kasalliklarning juda katta foizi migrantlar hissasiga to'g'ri keladi. Ammo bugungi kunda ehtiyoj oshib borayotgan kosmetologik xizmatlar ham OITSlar soni ko'payishiga sabab bo'lyapti. Bu borada esa biror statistik raqamlar shakllantirilmagan. Biz masalan hech kim Gulmira opa OITS kasalligidan himoyalanmagan. Ayollarimiz mana hozir boya siz bilan gaplashganimizda ham aytdik. Kosmetologlarimizga juda ham ko'p borishyapti-da hozir. Nafaqat ayollar, erkaklar ham boryapti-da. Masalan, kosmetologiya sohasi O'zbekistonda rivojlanib ketdi-da. Aynan kosmetologiya sohasi bo'yicha yo'qaytganlar bir qanchada, lekin bu narsalar yopiq tarzda qolib ketyapti-da. Nimagadir oshkora qilinmayapti bu. Va keyin bizni chetdan kelayotgan migrantlarimiz, aynan Rossiyadan, Turkiyadan kelayotgan migrantlarimiz, aynan kelayotgan bu statistikani aytish noto'g'ri menimcha. Bu degani bu juda katta ko'rsatkich. Bu aynan Rossiyani o'zida masalan juda katta o'tga chalingan bemorlar borda. Bizani migrantlarimiz Rossiyaga borib, Turkiyaga borib, bilmagan holda o'ts kasalligini yuqtirib kelib, bu yerda oilasi bilan kelib aloqada bo'lgandan keyin oilasiga ham yuqtiryapti-ku masalan. Qarindoshlaridan, ba'zi birlarini даже ota-onasi bilmas ekan o'tsga chalinganini, bilasizmi? Qanaqasiga bu ota-onaga aytmaslik kerak. Ota-onam bilsa meni uydan haydab yuboradi deyshadi. Bola uylanish kerak, Rossiyadan kelyapti. Ota-onasi ZAKSdan oldin davlatimiz tomonidan bilasiz, aynan OITSga qon topshiriladi. Borib, kelin-kuyov qon topshiryapti, OITS kasalligi kelib chiqyapti boladan. To'y buzilyapti bu borada, hamma narsasi berilgan, to'y kuni belgilangan, mehmonlarga taklifnomalar tarqatilgan. Ota-ona uni eshitib, farzandini haydab yuboryapti uydan. Bitta o'g'lini. U bola nima qilyapti? Bundan keyin boryapti-da, o'zini o'zi o'ldirmoqchi bo'lyapti. Aynan molxonasiga kirib o'zini osmoqchi bo'lyapti. Ota-onasi qutqarib olyapti, lekin shuncha endi lekin baribir uydan chiqarib borishyapti. Oxiri nima bo'ldi o'sha bola, bilasizmi? O'sha oxiri shu bola Rossiyaga ketishga majbur bo'ldi. Aynan 70 yoshlik otaxon kelyaptilar. O'tiribmiz. Tumanga borgan, bu bir chekka tuman bu ham. U kishini ayollari, otaxonning ayollari 62 yoshdalar, Rossiyani Kaliningrad degan shahriga borib, o'sha yerda ishlaganlar. U yerda kim bilandir tanishib qolganlarmi, jinsiy aloqada bo'lganlarda o'sha yerda kasallik yuqtirib kelyaptilar. Yuqtirib kelib, bila turib yuqtirib kelib, turmush o'rtoqlari bilan qo'shilyaptilar. 70 yoshlik nabiralari bor ayol. O'sha odam shunchalik, bilasizmi, meni dedi, men uyga qaytmayman. Agar qo'llaringizdan kelsa ijtimoiy himoyaga aytsalaringiz, meni qariyalar uyiga jo'natib